Xullas azizlar, qalaysizlar? Men ismim Ali. O'zi kecha gildiya ochdim. Gildiyadagi bolalar bilan sekin tanishtirib o'tmoqchiman sizlarni. Tak, bu birinchisi. Bu Diyor. O'zi g'irt kod bratchiki. Sababiga kelsak, o'yindagi qancha qiz bo'lsa, hammasiga tizzasini berib chiqqan. Shunga biz kod deb chaqiramiz. Tak. Ikkinchisi bu Aziz. Buni hamma Aziz deb chaqirishadi. Nuqul o'yindan kayf qolgan paytimizda men chiqdim, ko'tim og'riyapti, ertaga oxirga turishim kerak, ishga borishim kerak deb bahona qilib har safar chiqib ketadi bizani chopib. Tak. Uchinchimiz bu Dilnoza. Chompiyim mana bu. Buni hamma Didoshka deb chaqirishadi. Qachon o'ynasak faqat nimadir ko'shanib o'tiradi, vechna. Mabodo uyqusi kelib qolsa, hech narsaga qaramay qotib uxlaydi. Bir ikki marta xurragini ham eshitganman. To'rtinchisi bu Davron bratchiki. Buni biza erkalab nega deb qo'yamiz. Bu bola bilan yaxshi tanishmasman-u. Bir o'ynab qolsa yaxshi o'yin ko'rsatadi. Короче, ko'rayotgan videolarni ham shu bola polностью montaj qiladi. Gildiyadagi qolgan bolalarni ham obzor qilishimizdan oldingizlar, nima deysizlar?